Majorik bolalar tayyor tursanglar aynan sizlarga yoqadigani arzon narxda sotuvga chiqyapti. Jigarim, probegi bor, 6000 km ekan. Tur litr, turbo, stejli ham qilib hali qiynashga ulgurilmagan mashina qiz bola, chunki kuzovlarning ustida ham полный broneplyonkalarga chekib qo'yilgan. M850i M8 dan farqi anu ruldagi M1 M2 knopkasida emas faqatgina jigarim. Bu yerda 100 taga ot kuchi kamroq bo'ladi. Lekin M8 bilan 850i tanlash kerak bo'lganda men mana shu mashinani tanlardim. M8da ko'proq trekka mo'ljallangan xarakteristikalari. Unda zadniy приводda driftda to'g'ri mazza qilib qilasiz, lekin dalniy poyezdkalarga ham mashina ko'proq kayf beradi. Endi anu oradagi 100 ta ot kuchini nima qilaman desangiz, turbinadagi bar naduvni oshirasiz. Выхлопной sistemani полный qilasiz, stage 2 klassli mashina bitta qilib eta qoling. 700 ta, 750 ta ot kuchi bu mashinadan olsangiz, mana shu bundan kayfi yo'q. Rullarni alkantara qilib qo'yilganini qarang, shef. Ichlarida mantlari karbon, ustilari, tomlari ham karbon paketda mashinani ko'rgan bo'lsanglar, yengisi bu mashina juda qimmat, chunki xos sababi chiqmayapti. BMW ahvolini bilasizlar. Bu eng oxirgi mujik mashinalardan bittasi BMW tarafdan chiqarilgan. Bu joyga mashina kirib borsangiz, prosta tasavvur qiling odamlarning yuzini. 6000 probeg, mashina pasti yengilligini bildingiz. Yengisi nech pul turishini ham bilasiz. Buni o'zimizning yaqin insonimiz sotayotganlar uchun 139 ming dollar qilib berdilar. Faqat bizning kuzatuvchi akalarimiz uchun bemalol kelib bosib yuborasiz ota bilan maslahatlashib.